Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 9. bölüm Nikah. Nikahning adabları ve onunğa münasibetlik meseleler. Alimlar öylənişning mustahab, qilishga qiziqtirilgan ve fazilatlari ko'p ish ekanligida bil ittifoqdir. Öylənishning foydalari ko'pdir, shu jumladan balaliq bo'lish. Nikah avlod qoldirishning tub asosi. İnsan neslining kapolati bo'lib, bu orqali Alloh taolaning sevgisiga hamda Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallam faxrlanadigan kishilarni ko'paytib, u zotning yaxshi ko'rishiga erishiladi. Yaxshi farzandning duosi barakatdir. Sabiylikda o'lgan bola shafaat sababidir. Shahvatning ziynidan qutulib, shaytondan saqlanish. Nikahda ham nafsini rohatlantirish, ham jurus bilan birga vaqt o'tkazib, nafsini xushal qilish bardir. Kundalik uy ishi g'imidan xalos bo'lish. Nikah kishini tamoq etish, uy supurish, o'rin silish, qochquchi yuyish va boshqa ehtiyojlarni qamdash qatorliqlardan qutuldirib, qalbini yeniklatadi. Chunki bu ishlarni bir kishi yolg'iz qilib bo'lish tas. Ham ko'p vaqtni oladi, ham ilm ilish, ishlashga maxsus vaqt chiqara olmaydi. Shunga soliha ayol bu jihatda erining diniga yordam beradi. Chunki bularning yo'liga tushmasligi zehnni mashg'ul qiladi. Nafsga qarshi jihad qilish. Bola-chaqalarga kuyinish va ega bo'lish bilan nafsni chiniqtirish. Bola-chaqalarning haqqlarini ado qilish, ularning yomon xuy va jabr jafolariga sabr qilish, ularni yaxshilashga tirishish, ularga din yo'lini ko'rsatish, ular uchun halol kasb qilishga tirishish va tarbiyalash qatorliq foydalari bor. Bularning hammasi ustun fazilatlik amallar bo'lib, bular ko'ngil bo'lish va boshqarish hisoblanadi. Adil boshqarish haqiqatan katta fazilat. Uningdan qochquchilar faqat majburiyatdan to'liq ado qila olmaslikdan qo'rqib qochqanlardir. Bola-chaqasining jafosini tortish, sabr qilish Alloh azza va jallaning yo'lida jihad qilish bilan barobardir. Sahih Muslimda kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Agar bir tillani Allah yo'lida sarf qilsang, yana bir tillani quli azod qilishga sarf qilsang, yana bir tillani miskinga sadiqa qilsang va yana bir tillani ahlinga xashlasang, bulardan ahlinga nabiq qilganingning savobi hammadan kattadir. Nikahning ofatlari haqida. O'ylanishning o'ziga tushliq ofatlari bor. Eng buyuk ofat halol rizq tepishdan ojiz kelish. Chunki haloldan rizq tepish tas. O'ylanganlarning ba'zisi o'zining bo'lmagan narsaga qo'l suzib qilishi mumkin. Ayollarning haqlarini ado qila olmaslik va ularning mijoz xuylariga sabr qila olmaslik bu xatarlikdir. Chunki har kishi padichiga o'xshaydi va o'z padilaridan so'roqqa tortiladi. Ahli va bolalarining kishini Alloh azza va jallaning zikridan mashg'ul qilib qo'yishi. Bundaq kishi kecha-kunduzni bola-chaqasi bilan o'tkazadi. Natijada uning qalbi oxiratni o'ylash va uning uchun amal qilishga qodir bo'la olmaydi. Demak, yuqori nikahning ofat va foydalaridir. Birov uchun o'ylangani afzalmi yoki bo'ydoq yurganimi degan haqda hukm chiqarish uchun yuqorilarning hammasiga qarab chiqishga to'g'ri keladi. Albatta, o'ylanishni niyat qiluvchi o'zini bu ahvollarga silib, dangsab beqish kerak. Agar nikahning foyda keltirish alomati bo'lsa, ya'ni kishi halol mol va go'zal axloq egasi bo'lsa va shundaqla shahvatini besiqtirish va turmushni ratlashga ehtiyoji bor, yolg'iz yosh bo'lsa, shak shubsizki, bundaq kishining o'ylangani afzal. Agar buning aksicha nikoh ofat keltirgidek bo'lsa, bo'ytoqlik afzaldir. Bu o'ylanishga ehtiyoji yo'q kishi haqidagi hukmdir. Agar kishi o'ylanishga ehtiyojli bo'lsa, jazman o'ylanishi vojibdir. Yaxshi oila qurish haqida. Yaxshi bir oila qurish uchun ayol kishida tuvandagi alaydiliklar bo'lishi kerak. Din. Bu tubki alaydilikdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dindor ayolni tanlag'in, qo'llaring tarchilik ko'rmasin degan. Demak, ayol kishining dini bo'lmasa, erining dinini buzadi va qadr-qimmatini tushiradi. Agar ayol kishi kullamchi bo'lsa, er kishi doim baloyofat va ranj, mushaqqat ichida qoladi. Güzel axloq. Haqiqatan xulqi yomon bir ayolning foydasidan ziyni ko'pdir. Husn jamol. Bumi ayol kishida bo'lishga tegishli sifatlardandir. Chunki ayoli go'zal er haromdan yiroq bo'ladi. Shunga o'ylanadigan ayolga qarashga buyurilgan. Ba'zilar go'zallikni muhim bilmaydi va husn jamoldan zavq ilishga intilmaydi.
Rivoyat qilinadiki, İmam Ahmad ibn Hanbal, Alloh uningga rahmat qilsin, texmi go'zal singlisini qo'yib, ko'z ojiz yoki bir ko'zi qarg'u bir xonimni tanlagan ekan. Lekin bu kam uchraydigan ahvoldir. İnson tabiati buning aksini tanlaydi. To'yliq yengil bo'lish. Said ibn Musayyab, Alloh uningga rahmat qilsin, bir qizni 2 tangi to'yliqqa yotliq qilgan. Umar raziyallohu anhu ayollarning to'yliqlarini qimmat qilib atmanglar degan. Ayol kishining to'yliqini qimmat qilib etishi yomon ko'rilgandek, ayol kishining qanchalik mili borligini so'rashimi yomon ko'riladi. Sufyan Savri, Alloh uningga rahmat qilsin, kishi bir ayol bilan to'y qilsa va ayol kishining nimalar bor deb so'rasa, bilginki, u o'g'ridir degan. Qiz bo'lish. Chunki shariatning bir parchasi Rasululloh qiz ilishga qiziqtirgan. Qiz tekkan ayol erini yaxshi ko'radi. Eriga cho'kandan bekrak ko'nadi. Shuning bilan muhabbat hosil bo'ladi. Chunki inson tabiati tunji ko'rgan odam bilan uns ulfat bo'ladigan qilib yaratilgan. Qiz tekkan ayol erining qattiq suyishiga noil bo'ladi. Chunki inson tabiati boshqalar qo'l tekkizmagan ayolni istaydi. To'g'imjon bo'lish, nasablik bo'lish, ya'ni dindor va yaxshi oilaning qizi bo'lsa afzal. Yotlardan bo'lish. Kishining o'ylanmoqchi bo'lgan ayolni ko'rib surishtirib ilish kerak bo'lgandek, ayolning valisining bo'lg'isi kuyug'ilning diniy, axloqiy va hal ahvolini surishtirish kerak. Chunki nikoh bir ma'noda ayolning erga qulluqidir. Qizini fasix yoki bid'atchiga nikohlab qo'yish ham qizga ham o'ziga ziyonkashlikdir. Bir kishi Hasan al-Basri, Alloh uningga rahmat qilsin, qizini qanday kishiga nikohlab qo'yay deganida u mundaq degan: Allah'tan qo'rqadigan kishiga nikohlab qo'ygin. Chunki u agar qizingni yaxshi ko'rsa, uni hurmatlaydi, mubodo yomon ko'rib qolsa-mu, uningga hargiz zulm qilmaydi. Pilalg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A. Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.